Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, hurmatli obunachilar, uzumchilikka qiziquvchilar. Qalamchalarimizga aksiya qilib arzonlashtirib qo'ydik. Hammaning uyida shu uzumlardan bo'lsin, arzonroq odamlar olib eksin deb. Bundan videoni ko'rdilaring. Xo'p, dastavkalar davom etyapti. Sizlarga hozir ko'rsataman. Asosan Avatar, Manicure Finger va Kober qalamchalarimiz bor. Uzunliklari standart 40 cm. Mana uzunligi o'rtacha standart 40 cm mana. 35-40 cm eng kichkinasi qalamdek keladi mana ketadi, lekin bular ham tomirlaydi. Bulardan ham yaxshi keyinchalik o'chat olsa bo'ladi yoki payvand qilgani juda ham zo'r bo'ladi mana. Bular manicure fingerlar mana. Shunaqa qilib mana stresh qilib jo'natamiz. Mana bular manicure finger. Xo'p, bularimiz mana avatar. Avatarimiz ham eng ingichkasi mana qalamdek keladi. Lekin bular ham yaxshi tomirlaydi, faqatgina to'g'ri suvda tomirlatiladi. Tomirlatishni ham o'rgatamiz. Mana dastavkalarimiz Xivaga chiqib ketyapti. Hammasi qalamcha bulardan mana. Qo'shko'pirga, Nukus, To'rtko'l, Bekobod. Xo'p, mana qalamchamiz ham nimaga chiqib ketyapti mana To'rtko'lga. Shunaqa qilib chiroyli qilib yozib mana Manicure Finger deb yozib. Mana standart bir xil. Manicure Fingerimiz yeriga ko'proq. Maydasi o'ta kam. Lekin avatarimizda deyarli o'rtacha holatdagi qalamchalarimiz. Juda ham yaxshi bo'lgan. Bunaqa qalinligi o'rtacha holatda kaltaklar ko'pi mevali kurtagi bo'ladi. Keyinchalik hosildorlikka ham nimasi zo'r bo'ladi mana. Shunaqa holatda bo'ladi. Mana avatar yozib qo'yganmiz. Hech aralashmaydi bizda. Sortiga garantiya beramiz. Xo'p, biz arzonlatib ko'pchilikga foydamiz tegsin desak, bitta ikkita akalarimiz qimmat deb yozishibdi bundan oldingi videoni kommentariyasida. Uzumni nimasi ham shunchalik pul bo'ladimi deb tushunmagan odamlar o'zi kerak uzumchilik sohasini. Keyin ko'pchilik ish qilib garantiya bormi deb shubhalanib qolyapti. Haligi biz arzonlatib ko'proq olinglar, ko'proq olib ekinglar, bizdan foydalaninglar desak, bu har xil narsani o'ylab, ular gumon qilishyapti. Akalar, bizda bunaqa oldi qochdi gaplar bo'lmaydi. Bizda garantiyali narsani xudo xolasa sizlarga yetkazib beramiz. Ko'chatda ham, qalamchada ham gumon bo'lib qolgan narsani sizlarga hech qachon bermaymiz, sotmaymiz. Chunki uni javobgarligi bor keyinchalik. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, bemalol ekrandagi nomerlarga qalamchalarimiz sotuvda 10-martgacha bemalol olsalaring bo'ladi. Chunki qalamchani bundan buyoq kunlar isiyapti. Qalamchalarni yerga ko'mish kerak, tomirlatgani tezroq ko'mib shu tomirlatish kerak. Shoshilish kerak. Shuning uchun shoshilib olinglar. Eng kam 50 ta olganga avatar qalamchamiz 7000 so'mdan avatar qalamchamiz. Keyin yana nima qalamchani sifatini ko'rsatib qo'yay mana. Hammasi shunaqa yam-yashil holatda. Uchidan sindiryapman mana. Suv qochmagan mana. Sifatiga garantiya beramiz. Eng kam 50 ta olganga 7000 so'mdan, hozir Manicure Fingerimiz eng kam 50 ta olganga 5000 so'mdan, undan kam olganlarga narx avtomatik o'zgaradi. Va Kober qalamchamiz, Koberlarimiz mana ingichkalari ham bor. Bunaqalari ham bor mana. Bular ham tomirlaydi, bular ham o'sadi, lekin bunaqa o'ta yirik joylari ham bor mana Koberimiz. Aralash holatda bo'ladi. Kober 5 baba. Aloqaga chiqinglar, dastavka butun O'zbekiston bo'yicha bor. Ko'proq ekspress pochta orqali. Mana bular hammasi hozir pochtaga ketadi, pochta orqali chiqariladi mana. 2-3 qavat paketga o'ralgan, nami qochmaydi, xudo xolasa sifatli holatda pochtaga yetkaziladi. Salomat bo'linglar, videoga like bosib qo'yasizlar, sog' bo'linglar.